他独自面对，被困在无边的黑夜，重复一遍一遍。梦境现实交叉点，命运在上演，在危境中湮灭绽放过后烈烈。世界充满灰白，烈焰燃烧色彩，铸就新的主宰。灵魂在深渊之中醒来，远方传来回响，说苦痛是等地的承载。我期待在热烈中盛开，这世界的光彩因我而存在。站在无际的荒原，寻找着光线。我看到燃起的火焰向外蔓延，越来越远。混沌颠倒的日夜，又回到原点，打破所有极限，就在黎明之前。星光穿透云海，洒向所有尘埃，屏住呼吸等待，迎接它的归来。灵魂在深渊之中醒来，远方传来回响，说苦痛是等你的承载。我期待在热烈中盛开，这世界的光彩因我而存在。我期待在热烈中盛开，这世界的光彩因我而存在。Ming yillar oldin bizning yerimizga 72 iblis ma'budlari keldi. Shundan keyin vatanimizga iblislar to'ldi. Qabiladoshlarimiz ovga aylandi. Lekin hech qachon qarshilikdan to'xtamadik. 6198 yil qarshilik bizni irodamizni qon-qonigacha singdirdi. Faqat bugun shu lahza avlodlarimiz xorligini yuvamiz. Vatanni qaytarib olamiz. Xorlikni yuvamiz. Vatanimizni qaytarib olamiz. Jangga! Taxt muhri 201-qism. Inson va iblis o'rtasidagi hal qiluvchi jang. Askarga qarshi askar, qirolga qarshi qirol. Insoniyat ittifoq rahbari Lain Hauchen va iblislar imperatori Fen Suye orqada qo'mondonlik qilib, qo'shinni boshqaradi. Oldingi jang maydonida 9 samo ma'budini o'ldiruvchi markaz jami 8 bo'limga bo'lingan. Biz birinchi bo'limda hujum qilib, insoniyat uchun g'alaba belgisini beramiz. Men yo'l ochaman. Eng katta tezlik bilan ikkinchi jang zonasining markaziga hujum qilaman. Hujumga! Kuchli rahbar boshchiligidagi qo'shin o'z bo'limida jang qilyapti. Chunki tezroq iblis ustunlarini yo'q qilish lozim. 3-jang zonasi birinchi bo'lib buziladi. 4-jang zonasi orqada qolmaydi. Ko'rinishdan biz keksa odamlar, yoshlardan ortda qoladiganga o'xshaymiz. Nimadir noto'g'ri. Iblislarning kuchi ortib bormoqda. Kuchaytiruvchi maydon. Bizning hujumlarimizning ta'siri zaiflashdi. Shunday davom etsa, front chizig'i tez orada qulaydi. Kaya, 8-guruhga yordam ber.
O'lim daryosi. Yengi, ruh minorasidagi barcha hayvonlarga kuch ber. Oldingi askarlarni alishtir. Jonzotlar ma'budasiga marhamatinglar. Ilohiy kuch bergayman. Opa, himoya va rahim shafqat ritsar taxtini chaqiring. Taxt muhri menga bo'ysungay. Taxt ostida barcha iblislar harakat qila olmagay. Fang, donolik va ruh ma'bud ritsar taxti butun maydonni kuchaytirsin. Men ruh bilan ko'prik quraman. Samo va yerni bog'layman. Ruh olovdek yonadi. Iroda to'lqin kabi kuchli. Linsin, taqiqlangan sehrni och. Hujum qil. Dunyo olovi, minglab avlodlar ruhi. Tanaqni egallab ol. Butun askarlarni tozala. Yolon legioni, tartib va qonun muhur taxti birinchi tartibni yaratsin. Jangda tezlik muhim. Davlat qarshilik bilan. Iblislar yanada kuchayganga o'xshaydi. Himoya ritsarlari, qalqon jangchisi, hayvonlar ortida oldinga chiqing. Kuchaytirishdan to'xtamang. Tartib va qonun muhur taxti ikkinchi tartibni belgilaydi. Iblis imperatori ilohiy kuch bilan kuchaytirgan 9 osmonni o'ldiruvchi qudrat yanada kuchli bo'ldi. U uyg'otgan qassos kuchi butun bir olam halokatga uchragan nafrat kuchini keltirib chiqaradi. Bu kuch ulkan, qudratli va cheksiz. Shunday davom etsa, oxirida g'alaba qozonsak ham insoniyat yo'qotishga duch keladi. Bunday ulkan qurbonlik bilan qozonilgan g'alaba biz xohlagan narsa emas. Kayer! Qavchin, menga yo'l ko'rsat. Men sen uchun qurshovni yorib o'taman. Rahbar o'rinbosari, o'lim ma'budasi. Men markazga kirib, asosiy kuchga zarba beraman. Yaxshi. Fang, men bilan ko'rishingni baham ko'r. Xo'p bo'ladi rahbar. Men butun bilim ko'zi bilan hamma narsani ko'raman. 9 osmon yer ma'bud o'ldiruvchi qudrat 5 qavatdan iborat. Har qavatda bitta markaziy nuqta bor. Yuqori darajali iblis qo'riqlaydi. Markaziy nuqtani buzish sehrni ketma-ket buzadi. Birinchi qavat markazi shimoliy g'arbda. Linsin, Kayer Qurshovda yordam ber. Ha, rahbar. Muqaddas Lotus. Kayer, janubiy sharqda. Rahbar o'rinbosari bekorga o'lim ma'budasi emas. Yuqori darajali iblis ma'budlari uning qo'lida bir zarba ham chiday olmaydi. 4-qavat markazini qo'riqlaydigan iblisni hech qachon odamlar ko'rmagan. 4-ustun o'lik iblis ma'budi. Ma'bud bo'lsa nima qilibdi? Menda ham ma'buddan ustun o'liklar kuchi bor. 6000 yil oldin birinchi avlod o'lik iblis ma'budidan boshlab biz har doim o'lib, keyinchalik qayta tirilganmiz. Minglab marta o'limni boshdan kechirdik. Nihoyat 6000 yil oldin o'sha o'lik falokati qoldirgan o'liklar kuchini oldim. Endi men o'lim qiroliman. O'lim qiroli. Seni o'lim kuching men oldimda hech narsa emas. Bu o'sha qayg'uli g'orlardagi muqaddas aslaha. Demak, uni sen olgan ekansan-da. Muqaddas qo'riqchilar, haqiqiy o'lim ma'budasi uchun ularni maydalang. Hukmdorimning amri vojibdir. Oldinda 5-qavat markazi.
butun qudratning markazi. Oy iblisi agress qo'riqlaydi. Kaya, ehtiyot bo'l. 5-qavat markazi. Bunchalik qisqa vaqtda 4 qavat markazni buzib, bu yerga kela olgan Long Hao-chin va faqat sensan. Muqaddascha. Insoniyatda endi 2 alp bor. Men buni oldindan taxmin qilgan edim, lekin afsuski, men alplar bilan birinchi marta jang qilmayapman. Halokat alpiga qaraganda o'lim alpi mehribonroq ko'rinadi. O'lim seni tushunchangdan uzoq. Men ham sen o'ylagan o'lim ma'budasi emasman. O'tmishdagi eski jarohatlarga berilib, buni unvon deb hisoblash, bu seni qo'rquving belgisi. Muqaddascha. Yangi bo'la turib, o'ylayapsanki, hammasini eplay olasanmi? Sen hali yoshsan. Shuning uchun vaqt va makonni kesib o'tgan 1000 yillik yolg'izlik tuyg'usini hali tushunmaysan. Sendan so'rayman, hozir xayolingdagi voqea nima u? Bir necha yil oldingimi yoki 10 yillar oldinga? Hasad qilishga arziydi. Chunki biz 6000 yil oldin bu qit'aga kelganimizdan beri tug'ilish, qarish, kasallik, o'lim, avloddan avlodga alishish, uchalamizdagi avlodlar xotirasi la'natga aylandi. Lekin biz undan voz kechmaymiz. Chunki bu 6000 yillik xotiralarga chidab o'tsakkina o'sha issiqlikni topa olamiz. Bu vatan quyoshi biz sog'inadigan faqat yoshlikdagi vatan quyoshi ostidagi issiqlik. Biz faqat o'sha eng uzoq issiqlik uchun jang qilamiz. Yetar! Bu bema'ni gap bilan shafqatsizligini yashira olmaysan. Bosqinni qasos deb atash, qarag'anni vatanga qaytish, bu bema'nilik. Qilich va qondan tashqari boshqa yo'lni hech o'ylab ko'rganmisiz? Sen biz emassan. Shuning uchun tushuna olmaysan. Biz qanday bo'lmasin, Austin Griffinni o'ldirishimiz kerak. Hudud, oy nuri ko'zgu chuqurligi. Men Alpni o'ldira olmasam ham, Alpni 1000 yillik sharobni tatib ko'rishga majbur qila olaman. Hatto qudrat markazidan 4tasi ketgan bo'lsa ham, mening qurbonligim ostida hali ham yashil tosh emas, yashil chinni zarbi kucha bu qit'adagi barcha insonlarni Austin Griffin bilan birga butunlay yo'q qilaman. Qasos kuchi nega birdan kuchli bo'ldi? O'rinbosar va oy iblisi ma'budi jangida muammo chiqdimi? O'rinbosarga ishonamiz. U albatta yutadi. O'rinbosari albatta yutadi. Aka, men uddaladim. Sen hech qachon haqiqiy ma'bud kuchini tushunmaysan.
Men azob uqubatlarim tufayli boshqalarning uyini vayron qilmayman. Unda sizlarga o'xshaganlardan nima farqim qoladi? Haqiqatdan men seni yenga olmayman. Akam aytganidek, men yutqazdim. Menga oson o'lim tuhfa eta olasammi? Akam va Shak bilan yana uchrashishim kerak. O'lim alpi. Xavotir olma. Aldashga juda usta bo'lsam ham, bu safar menga aldashdan foyda yo'q. Aslida doim men iblislarga e'tibor bermaganman. Insonlarni ko'proq yaxshi ko'raman. Yang Xavxan bilan jang menga buni yanada aniqroq tushuntirdi. Shuning uchun men yuta olmayman. Men faqat akam va ukam uchun jang qildim. Ular xohlasa, men hatto mehribon ham bo'la olaman. Biz 3 aka-uka abadiy birga bo'lishimizning sababi vatanimiz juda uzoqda. Men faqat issiqlikni ushlab qolmoqchiman. Agar bu seni so'nggi iltimosing bo'lsa, unda ruhlar daryosida ukang bilan albatta ko'rishasan. Bu lahzada men endi to'g'ri yoki noto'g'rini farqlay olmayman. Ammo men ozod bo'ldim. Rahmat. Charchading, agares, uxla. Oy iblisi ma'budi janoblari yutqazib qo'ydi. Oy iblisi ma'budi janoblari yutqazdi. Qanaqasiga? Yulduz iblis ma'budi janoblaridan keyin iblislarning oyi ham quladi. Rahbar o'rinbosari yutdi. O'lim ma'budasi yutdi. Insoniyat g'alaba qozonadi. Ularni vatanimizdan haydaymiz. Kayr, sen yaxshi ish qilding. Endi navbat bizniki. Iblis imperatori. Ma'bud bo'lganingdan keyin bularni qayta ko'rib, bezovta bo'ldingmi? Qabilani boshqarish bizning vazifamiz. Lekin faqat oddiy odam tasavvur qilmaydigan, qo'l yetmaydigan ma'budning kuchi bo'rish natijasini hal qiladi. Men mana qanday o'ylayman. Mening yo'lim do'stlarim bilan birga yaratiladi. Avvalgi safar senga yolg'iz qarshi chiqqandim. Bizni himoya qilish uchun oxirgi marta iblis imperatori bilan yolg'iz jang qilgansan. Bu safar biz seni mustahkam tayanching bo'lamiz. G'alaba biz bilan. Guruh rahbari xotirjam bo'ling. Biz hammasini himoya qilamiz. Biz birga oxirgacha yomon jang qilamiz. Bu safar siz yolg'iz emassiz. Orqangda biz bormiz. Tong nuri agar albatta nur olib kelgay, barcha tirik mavjudotlarning ruhi abadiyatdan ustundir. Ongingiz uyg'onsin. Tana va qonim ko'prik bo'lib, 36 abadiy eshikni ochaman. Paydo bo'l. Ruhiy qo'riqchilar. Uyg'oninglar. Men bu tanam bilan nur va qorong'ulikni birlashtiraman. Qo'rquvni xanjar, qayg'uni esa qilich qilaman. Meni o'tkir tiximdan qo'rqinglar. Men insoniyatning nayzasiman. Men yonib
insoniyatga tegishli bo'lgan bu himoya alangasi bilan hammani kuydiraman. Guvoh bo'ling. Bu insoniyatning himoya yo'li. Biz himoya qilgan narsaga hech kim va hech narsa zarar yetkaza olmaydi. Men insoniyatning himoyatig'iman. O'ldirish orqali jahannam tubsizligini tozalayman. Gunohkorlarni hukm qilaman. Men bu tanam bilan tartibni saqlayman. Ruhim bilan qonunni asrayman. Raqiblarimizni butkul yanchib tashlayman. Tartib va qonun ma'bud ritsar taxti. 3-tartib. Himoya qasami. Insoniyat albatta g'alaba qozongay. Bizning rahbarimiz Iblis imperatorni albatta yengadi. Hujumga! Qayr. Men ketyapman. Qavchin, senga ishonaman. Men seni kutaman. Bolaligimdan beri sen mening maqsadimga aylanding. Men Iblis imperatorni mag'lub etaman. Ularni butunlay qit'amizdan quvib chiqaraman. Lekin uni qanday yengaman? Sabr qil. Qanchalik baland tog' bo'lmasin, agar seni har bir qadaming yetarlicha qat'iyatli bo'lsa, oxir-oqibat cho'qqiga albatta chiqasan. Bu yo'lda bosgan har bir qadamni hech qachon unutmayman. Va bolaligimdan ushlab kelgan bu qilich, men uni doim mahkam ushladim. U faqat bir yo'nalishga qaratilgan. Boshidan oxirigacha hech qanday o'zgarmagan. Men Ritsar Loynhauchen, Iblislar imperatorini jangga chaqiraman. Davomi bor. Keyingi qismlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Ifani topdingmi? Yo'q, hozircha topolmadim. Lekin sen uni topishing kerak. Nima qilib bo'lsa ham, har qanday vaziyatdan qat'iy nazar. Xullas, bu yo'q bekorchilik. Xayr, sog' bo'linglar. Ovoz berdi kiber hacker Solo Lady Ronin. Bu menman. Hammaga rahmat. Bu qism rovna kechqurungi 12 da yozildi. Men esa soat 2 da. Aytgancha kichkina Hauchenga Solo Lady ovoz berdi. Menimcha zo'r chiqdi, to'g'rimi? Chem hakkernikiga nisbatan. Xullas kalom, meni ovozimni bo'lsa ichidan topib olasizlar. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Ronin bo'ldi. 潮水中夜色的轮廓，月光下举起我粗心的炬火，燃烧不过这一世一个我，一心将一切挥霍，不能见我的心里面纵然是火，我点燃我。再穿越过这世界，生命或许是暂借，它将被欣赏的越太弱，太阳里面挥动着的
keyingi qismda. 这个世界的每一个人，每一个地方都很重要，我绝不会让任何人毁灭它们。我将始终为守护而战。我风血无人能度量。魔神侯竟然掌握了这种禁忌之力，这是能摧毁神灵的力量。